Bayramona kayfiyat tilayman. Yangi 2025-yil davomida mana hech qanday qoidabuzarlik qilmagan ekansiz. Mana haydovchilik guvohnomangizdan ko'ryapman-da sizni. Hech qanday ishtiroklarga tushmagansiz. Aksiya o'tkazyapmiz. Yangi yil arafasida aksiya o'tkazyapmiz. Mana qorbobolarimiz, qorqiz bayramona kayfiyat tilagan holda sizga bitta podarkamiz bor. Olib keling qorbobo, podarkangizni bering. Ushbu fuqaromiz mana yil davomida hech qanday qoidabuzarlik qilmagan ekan. Sizga nisbatan badiiy kitobimiz bor. Badiiy kitoblardan o'qib, o'rganib, foydalanib oling. Yangi yilni yaxshi o'tkazib oling. Oilaviy xotirjamlik. Mana sog' bo'ling. Yaxshi yetib oling. Oq yo'l. Sizga savolimiz bor. Savolga to'g'ri javob bersangiz, sovg'alarimiz bor. Ha? Tayyormisiz? Yo'l belgilarini ko'rsataman. Agar to'g'ri topsangiz, sizga sovg'amiz bor. Arzimas bo'lsa ham, lekin topsangiz agar, ha? Mana bu yo'l belgi. Yo'l tugagan bo'ladi, bosib o'tish mumkin emas degan belgi. Aha. Bunisi-chi? 50 dan yuqori yurish mumkin degani. Aha. Bu belgimiz-chi? Tirkamali mashinalarda obgon qilish mumkin emas. Shunaqami? Endi haydovchilik guvohnomasini yaqinda olibsiz, lekin yo'l harakati qoidalari ozgina esingizdan chiqib shekilli. Buni yo'l belgilari ozgina esingizdan chiqib shekilli. Deyarli javob bera olmadingiz. Sababi bittasiga qisman javob berdingiz, qolganlarini topa olmadingiz. Shuning uchun sizni yana yo'l harakati qoidalarini boshqatdan o'qib, vaqtingiz bo'lganda o'rganib olishingiz uchun sizga mana yo'l harakati qoidalarini sovg'a qilamiz, ha? O'qib o'rganib oling o'zingiz uchun. Chunki bu yo'l belgilarini bilmasak, yo'lda yurishimiz o'zimiz uchun, boshqalar uchun xavfli bo'lib qoladi. Bayramni yaxshi o'tkazing. Sog' bo'ling. Hurmatli haydovchi, sizni to'xtatishimizdan maqsad bugun jarima qilish emas. Endi hujjatlaringizni bir qator ko'ryapmiz, shu qatori mana Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz ekan. Hozir to'xtatishimizdan baqa o'tib oling ekan. Sizni to'xtatishimizdan maqsad bugun jarima qilish emas, bayram arafasi, fuqarolarga yaxshi kayfiyat ulashish. Sovg'amiz bor, arzimas bo'lsa ham, lekin sharti bor. Qachondan beri haydovchilik guvohnomasi olgansiz? Qachon olgansiz haydovchilik? 2000-yil. Eski haydovchi ekansiz. Sizga hozir bitta shartimiz bor. Ya'ni yo'l belgilarini ko'rsataman. Agar yo'l belgilarini to'g'ri topsangiz, sizga sovg'amiz bor. Ha? Mana bu yo'l belgimiz. Qaysi yo'l belgi? Nomi nimani taqiqlaydi yoki nimaga ruxsat beradi? Qanaqa yo'l belgi? Bu pritsepda. Pritsep. Bunisi-chi? Obgon запрещен pritsep. Obgon запрещен. Bunisi-chi? Bunisi konец всех ограничений o'zbekchasiga. To'g'ri. Barcha cheklovlarning oxiri. O'zbekchasiga shunaqa bo'ladi. Shuning uchun endi qisman to'g'ri javob berdingiz, ya'ni bittasiga to'g'ri javob berdingiz, qolgan ikkitasini topa olmadingiz. Shuning uchun boshqa savol bering. Yo'l harakati qoidalarini yana ham o'qib, boshqatdan yaxshi o'rganishingizni, yo'q, telefonda emas, mana kitobdan siz o'qib o'rganish uchun mana qorqizimiz sizga yo'l harakati qoidalari kitobini beramiz. Endi arzimas bo'lsa ham sovg'a, lekin siz uchun ham, biz uchun ham foydali sovg'a. To'g'rimi? Yo'l harakati qoidalarini boshqacha barcha belgi sinaylar shunda jamlanmasi bor ekan. Bo'ldi aka. Yo'l harakati qoidalariga amal qilib,
va uyda dam olganingizda o'qib yurgan olsangiz bo'ladi. Sizga oq yo'l bayramni yaxshi o'ting. Mayli. Sog' bo'ling. Bayramda yaxshi o'tkazib olaman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Omad tilaymiz. Mana kechasi kunduzi xalq deb uxlamasdan ishlayapsizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham, omadlaringni bersin. Bayramni yaxshi kutib olinglar. Rahmat. Siz ham bayramni yaxshi o'tkaziling. Oq yo'l, sog' bo'ling.